的观众朋友们，大家好，我是节目主持人古丽仙。Ekranlardagi qadrli ko'rmanlar, Elchi programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Gülşen Mehmet Dursun. Elchi programmamizning tajdorligini cho'ng ustan markasidagi tam tetutqullari bilan xaridorlarning oldingi tanlash bo'lib kelayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik chekish shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizga Xinjiang Fasl xalqaro savdo chekish shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Mush munosabat bilan Elchi programmamizningki ro'yobga chiqarish jarayonida shundaqla ko'rish nisbatining intayin yuqori bo'lish uchun ajr singdirayotgan barliq xizmatdoshlarimizga, kasbdoshlarimizga, undan boshqa bizga kuch madad berib kelayotgan korxonchilarimizga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Endi biz uchun har son programmamizda ajr singdirayotgan hurmatli mehmonlarimizni, sevimli ustozlarimizni tanishtirib o'taman. Yiqitlar tanishtirishimizda bo'lsin. Xinjiang Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar ombirga kirgizilgan mutaxassis Fatugul Abduqodir qarshi olamiz Fatugulda. Yana bir aylan bo'lsa, men bilan o'rtoqligi bor, yana xulqimiz o'xshaydi. Quloqtash. Men yaxshi ko'radigan shundaqlar ekran oldidagi barliq ko'rmanlarimiz yaxshi ko'radigan, uning gaplarini anglashni xohlaydigan davlatlik ishkindajlik psixik maslahatchisi, yaqin do'stimiz Ali Qurbon qarshi olamiz. Bu son programmamizda biz bilan birlikda ekran oldidagi ko'rmanlarimiz uchun xizmat qiladigan 8 go'zal qizimiz kimlardir? Qani, sahnimizga marhamat. Qizlar, xush kelibsizlar, qarshi olamiz. Men Elchi programmasiga ham tunji qitim riyosatchilik qilganim bilan, lekin ko'rib turmanda, mushu programmamizda sizlar haqiqatan rang bersizlar, jon bersizlar, kuch bersizlar jumu. Undan boshqa necha son programmamizda izchil biz uchun xizmat qilayotgan qizlarga, konu do'stimiz bo'lib ketdi-ku. Hozirda shu do'stlarimiz to'g'ri cho'lponlar bo'lib ketdi desak ham bo'ladi. Mush munosabat bilan programmamiz guruhimizdan hammalarga minnatdorligimizni bildiramiz. Izchil biz uchun ajr singdirayotgan qizlarga. Undan boshqa yangi kelgan qizlar sizlar bilan bir tanishib olaylik bo'lamdi. Yaxshimi, qanday ahvolinglar? Yaxshi bo'lami? Men ismim Mehrigul, yurtim Aqsudan, o'zim Urumchi turman. Shirkatda ishlayman. Bu yil 22 yosh kirdi. 22 yosh kirgan Mehrigulni qarshi olamiz. Salom ustozlar, salom ekran oldidagi barliq suyimli aziz ko'rmanlar. Men Xinjiang Mahibir Biopan texnik chekish shirkatining qurg'uvchisi Nadiya bo'lman. Mana bizning Elchi programmamiz qatnashadigan go'zallarimiz bir-biridan qoltisa, bir-biridan iqtidorli, mana liderlar bor. Yaxshi, yaraysizlar. Endi mana shu bizning go'zal qizlarimizga moslasha oladigan o'g'illarimiz bormidi bugun? Bularning taqdiri qanday bo'lgandi? Oldi bilan sahnimizga chiqadigan birinchi nomerli o'g'il mehmonimiz bilan ekran orqali tanishib boqaylik. Qani, diqqatimiz cho'ng ekranimizda bo'lsin. Yaxshimisizlar, elchitik qizlar. Mening ismim Abdurashid. Bu yil 26 yosh. Men bo'lsam Qashqardan keldim. Men Navqiron shirkatida ishlayman. Elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, axloqli, keng qo'saq, mening mijozim bilan chiqishadigan shundoq bir qizni izlab keldi. Elchi programmamizning birinchi nomerli o'g'il mehmoni, ya'ni Abdurashid inimizni taklif qilamiz. Qani, marhamat Abdurashid. Yaxshimisiz? Yaxshi, Abdurashid, yaxshi turdingizmi? Shu aql bo'pti. Oldin qaytdim. Qachon ko'rishgan? 20 yil burun deb. Chaqchaq. Qani, bir salom beraytam deb. Qanday elika yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Bilan turdingiz. Fatugulda sizmi yaxshi turdingiz? Qizlar, hammanglarga mendan o'tliq salom. Hammanglardan so'raydigan savolim, sizlar mishaga haqiqatan to'y qilaman deb chiqdinglarmi? Mush savolimga hammanglar o'zinglarning rasmiy rostchilik bilan bir nimalarni deb baqsanglar. Samimiylik bilan javob. Samimiylik bilan. Ben shuni demoqchi. Ko'z qarashinglarni deb baqsang, anglab baqsang, fikrlashib baqsaq. Elchi programmasini izchil ko'rib kelyapman. Qatsam chirog'ni saqlayotgan bo'lmasa, asos degidek o'chirib ekansizlar. Sizlarga zot qandoq o'g'il lozim, qandoq er kishi lozim. Shuni bir desanglar men anglab baqsam. Cho'ng savolni bir vasidil tashlayotdingiz, unda qizlar, savolni qabul qildinglarmi? Tutib oldinglar. Xumardan boshlaylik. Xush keldingiz Abdurashid. Xush bo'ldim. O'zingiz nereden dediniz? Qashqa yansadim bo'laman. Bu yil 26 yoshman. To'g'ri. O'zim men 25 yoshdaman. Mening maqsadim bo'lsam-da, sahna chiqishim hamda boshqa manfaat yoki boshqa bo'lmasa, undan boshqa qanday ish olsun, ularni muhim o'ringa qo'ymadim-ku. Chunki men o'zimning sahnaga chiqib bir talantli bir odam bo'lib ketishimni o'ylab boqmagan. Hozir qadaramda.
Bu yer chiqishdagi maqsadimiz bo'lsa, raslam endi taqdirimizda bo'lsa, yaxshi bir mas'uliyatchan bir erkak bo'lsa, chiroq saqlab, shuning uchun bir malikaning rolini o'ynab, oilada bo'lsa bir xonishning rolini o'ynab, mas'uliyatchan bir oilaning bir egasi bo'lib qolishni biz xohlaymiz. Shaxsan men xohlayman. Boshqa qizlar qanday kim bilmayman. Anne Xumar deb o'tgandek bu yerga biz ya televizorga chiqarish uchun, ya bo'lmasa o'zimizni ko'rsatib berish uchun chiqmadik. Faqat endi taqdir deb o'tdik. Shuning qatta endi bizmo sizlarni tushunsak, sizlar bizni tushunsalar, gapimiz bir yerdan chiqsa, muhabbat uchun demakchi-ku, manisa. Bo'ldi. Qani. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu sahnaga chiqishga maqsad shu, o'zimizning taqdirimizga bitilgan juftimizni tepish. Birinchi maqsad muhabbat uchun keldim. Endi men hozir qarab baksam, mush qizlarning orasida yeshim sal kichikkan. Endi bu yerda mening bu sahnaga chiqishga maqsadim to'y qilishni bakil birinchi o'rin qo'yib olmadim. Endi yeshim kichik emasmi? Agar qarab baqman, o'zimga mos kelgidek, mening ilqi nimam yetagidek o'g'illar bo'lib qolsa, shulardan boshlab aralashib beqib, shurib beqib, aralashib beqib, undan keyin boshchilar ham deb bir odamni tushunib ketgan bo'lmaydi-ku. Ham ishlar oldirmay bo'ldi. Andan keyin vaqt o'tgandan keyin shu vaqt javobim bersin. Yaxshimisiz Abdurashid? Yaxshimisiz? Men Nadiya. Men bu programmaga qandaqdir sahnaga chiqib olish uchun emas, balki biz o'zimiz igilik tiklab yo'lda menayotgan bo'lgandan haqiqatan bizga bizniki masalan muhabbatlashish, bo'shliqimiz bizga endi biz bo'sh holat uchun masalan faqat vaqt chiqarib bo'lmaydi degandek. Endi bu yerga chiqishga birdan bir maqsad qandaqdir siz degandek o'zimizni tonib olish emas, balki haqiqiy o'zimizdagi mushkam bo'layotgan narsani, ya'ni bizni taniydigan, bizni atrofimizda bu qizlarning cho'qim bir egisi bor deb o'ylab oladigan nurg'un ishlar ba'zan deb fikrlar. Endi nima deganda biz bu yerga chiqish orqali shu ish bo'lmasa o'zimizniki hozirgi shu yo'limizdan yolg'iz holatimizni ifodalab berish. Agar bu sahnada chiqmasa, balkim bizniki bundan keyin atrofimizda, turmushimizda bundan keyin bizga yo'l qo'ygan bolalarni to'g'ri birisi chiqib qolishi mumkin deb shunga bu sahnani biz ham shu qizlarniki bo'libmi shu to'y qilishda yoki bir jo'ri tanlashda yaxshi bir sahna deb o'ylab men qatnashdim. Balkim bundan keyin fursat bo'lsa, loyiq deb bo'g'icha qatnashib qolishim mumkin. Yaxshi. Yaxshimisiz Abdurashid? Yaxshimisiz? Sobem degandek, men shu men deyishimmi bir yil berib qoldi. Endi necha yilning yoqisi men hisobda 15 yil hukumatda ishlagan emasmi? Bizning xizmatimiz asosan tövanda bo'lgandan keyin xizmat aldirish sabab bilan o'zimga tushkidek baltib bo'lamadim. Ham hozir Nadiya degandek, endi jihla o'ylaydigan, voy bu qizning cho'qim loyiqi bor deb o'ylab, yigiti bor deb o'ylaydi. Yigiti bor deb o'ylab, ko'ngilda bir menga nisbatan ko'ngli bo'lgan taqdirdimi, ay bu qizning cho'qim yigiti bor deb o'ylab, ko'nglini ifodalayolmay, men atrofimdagilarni bilamay, yana davomli mishtaq tanho yurib ketmay deb, men sahnaga chiqib o'zimning bo'ytaq ekanligimni menga tushungan bolalar bo'lsa, bir vaqtida bir to'yimni qilib baxtli turmush kechirish uchun chiqdim. Yaraysizlar. yaxshimi qanavalasiz? Yaxshimisiz? Men shu endi mushlar o'xshash javobim. Asos jihatdan nemiz to'g'ri bu sahnaga chiqib o'zimizni ko'rsatish emas, qandaqdir bir o'zimizga bir mundaq bir mas'uliyat tuyg'usi beradigan bir erlar bilan tanishib, bir turmush qursak deydigan chiqimizga endi qandaqdir bir sahnaga chiqib olib o'zimni ko'z qilolay boshqalarga deydigan ishlar yo'q. Javobim shu. Xush kelibsiz Abdurashid. Mening demoqchi bo'lganimni Nadiya deb bo'ldi. Men shu fikrga qo'shilaman. Azroq to'liqlab qo'ydiganim bo'lsa, men bu sahnaga o'zimni ko'rsatish uchun chiqmadim. Butunlay muhabbat uchun deb ketganim bo'lmaydi. Agar mush kasb jihatdan mas qiladigan, mening talabimga yetalaydigan ushta o'g'illar bo'lib qolsa, paranglashib baqsam bo'ldi. Agar bo'lmay qolsa, yana keyingi sonlarda chiqsam bo'ldi. To'g'ri, mana 8 güzel qizning javobini anglab o'tdik. Agar men bu savolga javob bergan bo'lsam, navoda men mush qizlarning o'rnida bo'lgan bo'lsam, men o'zimni ko'rsatish orzuyim bor deb deydim. Deytiniz. Chunki endi sahnaga chiqishdiki
Tunca bizdeki maqsadimiz balkim bayağı sizlar degandek bo'lishi mumkin. Shundaqqa juftimizni tanlash hamda muhabbetimizni tanlash degandek. Undan boshqa sahnaga chiqib o'zimizni ko'rsatish, o'zimizni namoyon qilish huquqimiz bor. Nima biz shundaq sahna orqali bayon degandek, texmi ko'p do'stlarimizga mana shunday isil qizlarning, yaxshi qizlarning borligini bildirish. Shunlashqa men javob bergan bo'lsam, ham yigit tanlig'im bor. Ham Muşu sahnada o'zimni texmi chaqnatdim ba, texmi jalolandirg'im ba, texmi donqimni chiqarg'im ba deb javob berdim. Obdish tapandim. Endi men kesaymi? Ha, kesing. Kesmaqsınız ha. Mayak xumarma? Xumarma, ha. Mushaq dedi. Taqdir, asas taqdir dedi. Ba'zan taqdirni biz o'zimizning tirishchilik, o'zimizning tanlash orqali qilib qoldik-ku. Ba'zan taqdirlar. Şuna biz taqdir desek, belki siz bir ömür müşahede taqdirni qo'g'lishib qilishimiz mumkin. Mushtan elchib shu. Mayak tikilay kelsak, o'zim namoyon qilish emas, shu nima uchun keldim, haqiqiy bir to'y qilish uchun keldim dedi. Siz bo'lsangiz, men o'zimni namoyon qildim, ham müşahede ishlar tanlaydim dedingiz. Bir çalmada ikki paxtak demek. Lekin bu yer bir çalmada ikki paxtak soqqani bilan, ammo bu ish izchilmishda bir chamada ikki paxtak so'qilaversa, biz erlar mayonlasha shaxsan, balki ular qanday o'ylaydi bilmayman. To'y qilishdan qo'rqadigan bo'lib qilish mumkin. Nima chiqarmaysiz? Chunki men sanaga haqiqiy jurkova, haqiqiy berdam bir odam chiqmasa, oldirib bir odam chiqolmaydi. Sizlarga o'zimning kichikgina bir o'sha asli o bek cho'ng filmda men kichik u yerdan kesib, o'sha ekranda bir ko'rinmalar bilan bir ko'rib o'tib, ondan keyin so'zimizni boshlab ketsak demoqchi. Kichikgina savalik hayotimni burilish yasadi. Shaharda ish qilmoq rost o'maymidi? Kishini juda ko'z oldimizda tursam, qo'yib yo'q. Nayaqqa bundoq o'tkim yo'q. Sanırım iş kıyalasın. Ishqisi yo'q. Bu qiyinchilik men uchun hech qancha gap emas. Har qanday yordamlarga mana bu akimiz bor. Yaxshi qo'monda olishma. Ma'qul. Men tirishdim, qila olaman. Tirishibsiz. Ham shu arzu armonlaringizning dastlabki ushqunlarini chaqiribsiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, aka, rahmat. Mübarek olsun. Hepsine hoş oldum. Suyundan Furkan. Rahmat ma'lum. Her gün erkektek çıkıpsan. Mübarek olsun. Yolsizliganlarga safiriga oq yo'l tilab qo'l bergin pok mehrin bilan Hayot sinoqlari. Yuqoridan de Abdurshid bilan xili tushunib oldik, tunish oldik deb o'ylayman. Sizlarni Abdurshiddan so'raydigan savollaringlar bor, chunki hozir savollar tushib ketdi. Oldirab ketib bordi, hozir qo'l degani ko'tarib mikrofon degani shu silkib xumarim. O'zingizning shu shaxsiy turmushingizda bir ishlarni so'rasam bo'lamda. So'rab. Masalan, qachon mushta yarilib qolgandingiz? 10 yildan oldin. 10 yildan oldin. 10 yil burun. 10 yildan oldin normalmidi? 10 yil burun men sapsa ishga qo'li bilan shu bir ishlarni qilib chiqdimda. Hozirgi kayfiyatimda rasbekchiq savollarni so'rg'im bordi, lekin biz jiddiylashib qoldik. Umarım sen kayfiyatini tanışib olsin, ondan keyin so'rsin, Nadiyaning so'raydigan savollarini anglaylik. Abdurshid, abay siz birinchi qitim o'zingizni tanishtirgan vaqtda menga bir yaxshi qiz bo'lsa, mehribon bir qiz bo'lsa deganingiz emasmi? Mehribon deganni tushunib, hamda siz uchun qanday qizlar yaxshi qiz bo'ldi? Andan keyin programmangizni ham bizni o'zingizni qiziqtirish uchun qo'yib berdingizmi yoki nima maqsad qo'yib berdingiz? Shuni bir bilib boqaylik. Bu programmani qo'yishimdagi maqsad ko'rdingiz. Jingminglayang deymiz, aktiv energiya. Aktiv energiya. Qanday tushunadi? Biz miyada hozir aktiv energiyaga ehtiyojimiz yo'q. Faqat bizga munosib kelgan. Sizning ehtiyojingiz yo'q, lekin buni nurg'un xalq ko'rdi-ku. Balkim ba'zan bir xalq o'yg'inib qolishi mumkin. Masalan, o'ndan
Qo'polmaydigan, to'xtatib men bir ishni qilay. Mendan bir kuni nurg'un savol so'raydi qarang. Men nima ish qilsam bo'lar? Men bir azroq yo'l ko'rsetsanglar deb savol so'raydi ular. Ana shundalarga to'xtatib mush og'ini mush olib turib bir ish qilib, men bir azroq o'rnimdan qo'pay deb qas ajib emas degan. Ona qolsa siz abay men so'ragan birinchi savolim javob bermedingiz. Siz uchun qanaqa qizlar yaxshi qizlar bo'ldi? Men uchun kang qo'saq. Ota-onasiga vafodor. Eng oxirgi bir leg'iz ketdim. Bola bo'lgan chog'da tarbiyalaydi. Yaxshi tarbiyalaydi. Men o'man. Ha, uningdagi ikkinchi savol. Yaxshi fursatdan foydalana oldingiz. Mayra, to'ydan keyin ayolingizning qaysisini qilish, qaysisini qilmaslik qilgandoq tavsiyangiz bormi yo'qmi? To'ydan keyin demsiz? Ha. To'ydan keyin uni ayolim o'z biladi deb o'ylayman-ku. Bir 11 o'ylaganingizda chiqmay qolsa-chu. O'ylamagandek chiqmasa, uni o'ngshaymiz-da shu. Mas'uliyat degan bir narsa bor deb yerda. Men dedim ku, gapimni aldыңызға başlamış seni düştüm bro. O'ngshaymiz degan nimalarni ko'rsatgan? Mas'uliyat orqali ma'lum. Mas'uliyat orqali bularga paranglashimiz, fikrlashimiz shu jarayonda ular qabul qildi, o'zgardi demakchi. O'ngshaymiz desam endi motor deb qolmanglar. Men sizni o'zgartamsiz, xalqni o'zgartmamsiz deb savol so'ramadim. So'rgan savolim qanday qilsa qo'shilsiz, qanday qilsa qo'shilmaysiz deb ma'no so'radim. O'zgartish degan narsa so'ramadim. Savolni siz xato tushunib oldingizmi? Uningchu men qabul qilolmaydigan ish bo'lsa men qo'shilmayman. Men qabul qila oladigan ish bo'lsa qandaqni qabul qila olmaysiz, qandaqni qabul qila olasiz? Men qandaqni qabul qilmay, qandaq bu naqlaydan men to'y qilgandan keyin 100 berdi qara. Ay, magabni ham. Nasıl aşınayınızı qabul qila olamsiz? Siz aşını qabul qila olamsiz? Qabul qila olmayman. Siz qabul qila olasiz? Men qabul qila olmayman. Men demoqchi o'g'lim, ma'lum narsani yaxshi ko'rdi yo ko'rmaydigan shunga javob bering dedim hozir sizni. Konkret bo'lsin demoqchi bu, ha. Bundan qilsa yaxshi ko'rmayman, bundan qilsa yaxshi ko'rmayman deganga javob bering desam siz masalchu Mayra bunda demoqchi, agar uyda tamoq etishning bir misolini desak, ba'zan aldirash sababidan uyda tamoq etamasligi mumkin. Sirtdan tamoq yeb qolsalar yoki Mayra tamoq toz yaxshi etamaydi, shunlash buning bir jarayon ketadi degandek hamda mushunda konkret ishlar qaratilmoqchi. Normal ish bu, u bek menda masalan, ushbu kiyim kiyganda qabul qila olamsiz. Qabul qilib ushaq ishlar bek ushbu kiyim kiyganda qabul qila olasiz, shundaqmi? Uningdagi Mayra boshqa masalan o'g'illar bilan odatga xizmat xatolashgan bo'lsa, ochiq kiyim deb men qashim qilsanglar. Uningdagi masalan xizmatga odatga badi keldi qilishlarni to'g'ri tushunamsiz? Bu endi normal chekdan eshib ketmasa bo'ldi. Mayra. Rahmat-da, oxir tushundingiz. Tushunaman, oldirmay tushunish. Obim bir narsa deyapsiz, qilib qoldimmi? Nima kang qursaq dedingiz? Kang qursaqning doirasi masalan qanday kang qursaqlarni yaxshi ko'rdingiz? Shunda beraman, masalan qanchalik cheki? Kang qursaq deganim bir leg'iz gap bilan nima oyoqlashtiruvdi ya. Kang qursaq deganim masalan men yanımda iqtisod emas puli qazdi. Bu bir o'yik to'y qildik degan gap ayol kishining ba'zan shu ishga elishib olgan yerlari bor-ku. Masalan men bir sınıf bir semetikamning namoyat qiyinchilikqa ulab qoldim. Men buni qiyinchilikni olib beginimdan 5-10 ming ko'y chiqarib yordam qilib berib turdim. Xotin bo'lg'aydim, "Ey, sen nima ish berib tursa, tat qilsa, ani men taxosa deyman. Agar bo'pti belki yeni tep kalanı siz 5 ming ko'rsiz, bu ertaga için 10 ming kep qilishim mumkin. Kep qala degan mendan nima qilsa, ani kam qo'saq deymiz. Ayolingizdan so'ramayli beramsiz pullarni odat haqqa. Men da'timan bu sizga misol birga fikrlashimiz, u mendan so'raydi-da. Endi demidingiz berib qo'ygandan keyin deyman desa, qabul qilasiz kam qo'saq deyman, bu ish qo'tarayman dedingiz. Lekin ba'zan u narsani, o kichik ishlarni so'raydigan, so'rmaydigan savollarga qarang. Mening qashimga kelgan ayol kam qo'saq degan ayol deb turing. Mening qashimga keldimi? Nurg'un ishlarni bak unda zig'irlab ketmaydi. Ishimiz zig'irmas kerak ekanda. Tushunishlik. Mana. Agar endi oyling boshqa birisiga tuqqunigida 5 ming ko'p berib tursiz-ku, demaysan. Menga demay berib tursizmi? Agar o'zing tuqquniga dedingiz-ku. Ha, mayli. U tuqqun degan mayli. Ayollar o'tirsizki, qanday ishni cho'ng ish deb qaraysan demaydi. Ha, bo'lmaydi bunda bu. Mush seni desam qanday bo'lishini demaymikan ma'lum. Tamam. Cho'ng ish bu, demay buningda. Ayrim deyishvalar ishkeling. Qiz bol. Endi niyada ma'lum. Senlar to'y qilmayman.
Manda gap malum. Siz gapimni xatolanib qoldim. Men bu yerda ayollar to'y qilgandan keyin mundaq desem bu cho'ng ish bo'lmasligi mumkin. Adam. Shunlashqa biz to'ydan keyin Ondan o'zi bir shu to'y qilib bo'lgandan keyin kallasi keldigan mendaq bir savolni men mendaq deb biryapman. Shuni yesak andan keyin chiroq saqlamaslikqa sal paysa bo'lmasa, to'g'ri ha. Kallaslar gumon bo'lib qolsa, odam pasibni o'ylaydi. Odam gumon bo'lgan shaklda ba'zan ishlar ma'lum to'y qilib bo'lgandan men to'y qilmadim dedim-ku. Ba'zan ishlarni men to'y qilib bo'lgandan keyin bilaman-da. Men to'y qilmay turib qanda so'zlayman. Ammo lekin asl beshimda suvoqlar jiq o'tadi tushunaman. Lekin men bu yerda buni desem, sizning nazaringizda cho'ng ish bo'lmay qoladi. Yo'q, o'shunda yo'q, uni bildim men. Ayollar o'tirsa biz murakkab ish bitib boramiz hozir, yamanroq murakkab ish bitib borasizlar. Atti bu yerda qizim shunda so'di, Gulshamni nimurpatsan tamoq etish nurg'un jangijdal cho'ng ishdan chiqmaydi, kichik ishdan chiqadi. Cho'ng ish yo'q, kichik ishlar. Qarasan shundoq o'sha uyam bo'lib ochishliq oyoq berib, nim bo'lganda desa, kichik bir ish taqshi qoldi odamga. Cho'ng ishlar urushmaydi. Shunga bundoq qilib turmushga amaliy oddiy narsalarni desak, salliq odam tasavvur qila oladiki deyman. Biz murakkab tushib kelsak, chetdan ketib qolgan gap. Bu savolingizga shu men endi bir qatim to'y qilib boqqan bo'lsam, pek unumli javob bergan bo'lardim. Muhabbetlashib boqdingmi? Muhabbetlashib boqdim. Muhabbetlashib boqmaydimmi shularni ma'lum. Qanday arilib ketdinglar? Ne Demlaq deb, masalan, manda ketishim, ko'z qarashim kelishimmidim o, qarish taraf. Munda cho'malim. Tashlab etdim, sen tashlab etding. Eski birli qiz emas, nurg'un 2, 3, 4, 5 qizlar bilan yurib boqdim. O'zimni sinab. Mushlar meni qabul sinab. To'xtang, ma gapinglar, hayron qolmang. Meni menda yoqtira olamdi, qabul qila olamdi deb sinab demoqchi. Endi sinab desam siz boshqacha o'ylab ketmang. Boshqacha o'ylamadi deyman. Hayron qoldim, hech nima o'ylamayotgan, men qoldim ishadni atdim. O'zimni bundoq bir meni qanchalar qabul qila oladi deb men qilib boqdim. Qanday oldandi? Shunga bular ma'lum mezgil kelganda men to'xtab qoldi-chi bular. Masalan, mening iqtisodiy jihatdan men sal-pal yor beramadim. Ularga yetarli iqtisodiy jihatdan men ularni sen hozir shu qiz bolaning to'xtab qolishining sababini sen ashuningdan ko'rataman. Shunga men bugun iqtisodni topdim. O'z oldimga shirkat qurgan bunday ish planim bor. Az qoldi. Shunga men chiqqanda az qoldi, tek bo'lmadi. Lekin az qoldi. Az qilish uchun bu yer nima ish qiladi desangiz, mushtariga chiqib qizlardan birini ekelsam, yenim turib, shamdan birini yaqib bersa, ancha-muncha ko'may qolgan yerlarga sham tutib bersa demoqchi. Yaxshi, hozir bir narsani hozir aniqlab qoldik. Az tulchi. Ash qizlarning hamda seni bilan bilib turgan sababini seni puli yo'q ekan deb men yaratmadi degan xulosaga keldim. Shundan sen pul topsam bo'ldi-ekan deb tirishding. Men tirishdim. Hozir pul topding. Demak, hamda qizlar chuqur meni endi mas'uliyat tuyg'usi bilan ishga keldim. Abdurashiddan yana bir savol so'rab boqaychi men. Abdurashid aboy, siz 4-5 qizlar bilan muhabbatlashib sinab yiqitgansiz-ku? Shu qizlarning ichida sizningki shu mijoz xarakteringizni yoqtirmagan qizlarmi chiqqanmi? Ba'zan mijoz xarakterni men yoqtirmadim-chu. Sizninkini mi yoqtirmagan? Ba'zan meninkini yoqtirmagan bo'lishi mumkin. Men uni kechiramayman-da. Lekin mening yoqtirmagan tarafim bo'lishi o'ylayman. Demak, hozir siz o'zingiz his qilmaysiz, shundaqmi? O'zining kamchiligini o'zi his qilib bo'ldi demoqchiman. His qilman. Qizlar hammiz his qilamiz deb sizlar kelsak. Masalan, his qilmaydigan kamchiligim borda. Ali muallimdan so'ray. Ali muallim Mushu Abdurashidninki qizlarga yarmaydigan, masalan biz qizlar qabul qilolmaydigan tarafdagi mijozidan bir ishkin siz bir deb bering bizga. Bu Abdurashidda bir xil imbaki hamda. Xarakter. Didishing deymiz buni. Idi. Bir xilalaqa qarshilashma. Unda qiliblar. Erkak yaxshi ishlayapmidingiz? Kimdir ma'lum. Da qiliblar. Kishilarga nisbatan bir xilalaqa
Kishilarga menda diqqat qilsam, meni ko'zga ilmatidi degandek bir xil narsa singib qapti kallasiga. To'g'ri, ha. Shundan andin bu aptirishda nihoyat bir xil qattiqlik. Mudofaa bo'ldi-ku odamda o'ta vaqtda. Mudofaa ulab gap so'zlarga sezgurlish ketadi. Bu gap so'zlar sezgurlish ketgandan qarshi tarafni nihoyat diqqat qilib so'zlamasa bo'lmaygan bo'lib qoldi. Ham sizga diqqat qilib so'zlash uchun sizdimi bir besim bo'ladi. Hamda bir muhabbet qilayotgan odam hamda undaq diqqat qilishning o'zi bir besim ilib keldi odamga. Qarshi taraf sizni qancha yaxshi ko'rganini bilgansiz, siz akriya olasiz. O'zingizning satqiliqlarni chiqara olasiz. Bu satqiliqlarning bir xil umoq ko'rindi. To'g'ri. Ham shu odamning yenda siz eng erkin, eng ozod bo'la olasiz. Nima qilsam, mushu meni yaxshi ko'rdi deb qaraysiz. Ha, bir odamning yaxshi ko'rishi dunyodagi hamma odamning yaxshi ko'rmasligi tankilalaydi deyman. Bir odam yaxshi ko'rsa, boshqa hamma odamning yaxshi ko'rmasligi g'usovoy bo'lib ketadi. Odamga shu bir tam suv kerak. Deryoning suvi emas. Endi shu hozir mana masala bu aptirishda bu bola yaxshi. Qalbim tushuntirib bermaydi. Ammo boyatinqidek ong bo'lgandan keyin, bu ong anadagi biz diqqat qildigan, misol ochib keltirib qo'ymay deydigan bo'la qolamiz. Bu vaqtda anadagi aptirishlar jurvatgan yoki jumakchi bo'lgan qizlar o'tirsida nima deymiz, gavyashan shaklini qoldi. Bu gavyashan shakllangandan keyin shiklisida bir erkin turolmaydigan avval bo'ldi. Bu xil erkin turolmaslik bizdagi bu dopamin deymiz, serotonin deymiz, oksitosin deymiz. Bularning hammasi muhabbet hormonlari, jinsiy hormonlar, bularning hammani cheklab o'tadi. Cheklab o'tgandan keyin odam xushal bo'lolmaydigan gap. Hozirgi masala shu, umumiy masala. Siz shu temir saotingizni sevatganmisiz, balki mush 8 qizning hammasi chiroqni yiqib, sizni talishib qilishimiz mumkin edi. Bu chiroq emas. Lekin sizdagi mush qizlar qanday qo'ydi men bilmadim. Menga shaxsan siz xuddi shu temir saot kiyib olgan bir hujumchi askardek hozir qonimni pichoqlab ketgan degandek. To'g'ri. Shunday bir xil qattiq qo'l, uzamni anglam debchi. Bizga azroqmi bir sal yumshoqlik yoki sal bir illiq mundaq bir. Unda bo'lsa men sizga hozirlik burun zamondagi bir podshohlar o jutun xutun tanlashga tushgandek shu. Shu manzil qilyapmanmi, biroq fikrim sen podshoh emas-da. Unda bo'lsa, Misha bilan siz mening shu men qanday chiqsam bo'ldi deb ekan. Azroq jig'inchaqlab deb bersangiz men anglab olsam. Hozirchi bundaq Abdurshid bizningki qizlarchi o'zininki ko'z qarashlarini deb o'tdi. Uningki ali ma'lummi dedi-chi. Buningga bir jarayon ketdi. Siz bizning bu programmamiz qo'yilgandan o'zingiz ko'rgandan keyin asli men mana nuqtalarga diqqat qilsam bo'pti ekan. Sakindagi holatimda shundaqlamush qizlar bilan ilib borgan dialoglarimda, suhbatlarda men shu ali ma'lum degandek bir qilib baqsam, texim yaxshi bo'ladi ekan degan nuqtaga shu chaqda erishsiz. Ali ma'lumning bir gapi bor, men bak yaxshi ko'raman. Mukammalsizlikning o'zi bir mukammallik debchi. Sizda bir kamchilik bo'lsa, sizda ashunday bir yilqi biz mijozingizdagi shu bir yilqi ojizliklarni bilalisak-chi, sizni texim yaxshi ko'rib qilishimiz mumkin-ki. Qizlarmi ham shundaq. Undan boshqa qizlar haqiqatan sizga yüksek derecedeki hürmet duygusu şeklinde bo'lgan qisqa filmdan shundaqla bayamuş programımız başlanğandaki sizin barlıq halatlerinizin söhbətdən es qilib bo'lgan. Lekin hamda parangdan keyin baya degandek shu azroq bir qarshilashish bor ekan. Hech nima bo'lmaydi. Hech qis yo'q. Mush sahnaga chiqishdagi maqsadimiz nima? Jo'r tanlashdan boshqa o'zimizning mijozidikimi? Shu narsani es qilish shundaq-ku. Muşumu bir natija deb o'ylayman. Bunda gap edi. Agar bular meni qarshilashish degan bo'lsa, u o'zini tushunishiydi. Lekin men faqat bu sanaga sizning fikringizni hurmat qilamiz. Men bu sanaga faqat mushlarning savoliga dadillik bilan maydonda tik tutib javob berdim debla deylayman. Mayli Abdurshid, siz o'zingizning fikringizga hurmat qiling, bizmi o'zimizning fikrimizga hurmat qilaylik. Albatta ekran oldidagi ko'rmanlarimiz qanday qabul qilsa, u ekran oldidagi ko'rmanlarimizning tanlashi bilan munosabatlik, albatta ideyasi bilan, dunyo qarashi bilan, qimmat qarashi bilan munosabatlik. Qani qizlar, kim chiroq qoldirib qoldikin? 8 qizimizdan chiroq qoldirib qoldiganning chirqi yo'ruq ekan mana. Mana shu eng orqadan boshqa savollarni qizlar so'rab bo'ldi. Faqat sizdan bir savolga so'raman. Sizning odatda turmushda qanday ishlarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, kichik ishlar bo'lsa, masalan, qanday qiziqishingiz bor? Qanday ishlarni yaxshi ko'rasiz? Men yaxshi ko'raman romantik yashash. Unda bo'lsa, masalan, ikkimiz aralashib qoldik deylik, aralashgan mezgillarda
Men bundan so'ray. Aralashgan mezgillarda endi men shirkat ishlayman, rostga qilsam. Shirkat ishlayotgan mezgilda meni eng cho'la jiqroq bo'lib qoldi. Chunki meni shirkatdagi kasbim bo'lsa Julie, yana Mishu da'vatam. Men odatda boshliqlardan ko'proq eng cho'la borman. Undan keyin meni aloqa doiram biza ko'p. Shunday vaqtlarda endi ba'zi kunlari uyga bir kech qaytgan vaqtlarim bo'ldi. Siz shunday ishdan eg'ir olamsiz endi. Agar men sizni o'zimning ishlayotgan yerimga sizni uningdan yaxshi bo'lgan muhitga ega qilaman deb aytgansam-chu. O'zimning xizmatidan hargiz voz kechmayman. Unda bo'lsa, o'zingizning xizmatidan voz kechmaysiz, unda qilsangiz men qabul qilolmayman. Bo'ldi, yaxshi javob keldi. Qani unda bo'lsa, chiroq o'chirildi. Hozir 8 do'stimizning hammasi chiroqni o'chiribdi, Abdurshid. Chiroqni o'chirayotganlardan nihoyatim suyundim. Esli mening sizlarning chiroqni saqlab qoldi degan niyat etdim, lekin sizlarga men yarım etmenki endi qandaq o'g'illarni tanlaysizlar hech tushunib olmadim bu hayotda. Lekin sizlarga hayotimning ancha-muncha meni bir eslab qolgandek bizning o'zimizning Nevkran shirkatining badan sopini, chat sopini, işte yurishlik mahsulotini sizlarga og'az keldim. Sovg'atlik bir qabul qilgan bo'lsanglar, Emalaga köpten köp rahmet. Rahmet Abdurshid. Endi mundaq bo'ldi baya dedik-ku, bizning qizlarimizmi shundaq chiroyli so'zlar bilan javob qaytardi. Mayli, bugun mushu sahnada agar juplimizni tanlalasak, tez yaxshi tanlayolmay qolsaqmi, hech qis yo'q. Bumi bir güzel o'rinlashtirish deb o'ylayman. Shundaq va har qanday bir ishning yaxshi tarafi bo'ldi, yomon tarafi bo'ldi. Agar bugun tanlayamsak, ati tanlaymiz. Ati tanlayamsak, o'g'in tanlaymiz. Aman bizga udul kildigan birisi bor. Men dedim-ku, bir qadamda men aman shu baxtga erishalaymiz. Albatta sizga mu rahmat. Sizning nayt qaltisligingizni his qilib intayin xush bo'ldik. Abdurshid o'zingiz ham kelsangiz bo'laveradigan mana qizlarim o'zingizning ko'nglingizni olib kelibsiz. Rahmat sizga. Tijoratingiz texmi o'rnaq topsin. Albatta bundan keyingi barliq ishlaringizga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Har bir san programmamizda biz cho'qim ekranlikka ko'rmanlarimizga qonun jihatdan savod berishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki bu bizning ham burchimiz emas. Fatih Adamning har bir qitimliq bizning programmamizga qatnashgandagi maqsadi. Endi bugun bizning so'raydigan savolimiz bo'lsa, to'yliq er ayolning o'rtaq mulki bulamdi, bo'lmamdi? Munosabatlik qonun belgilariga asoslanganda to'yliq bo'lsa, uylanish guvohnomasi edishdan ilgari er tarafning shu uylanish maqsadida ayol tarafga bergan hadisi. Shunga bu to'yliq er ayolning o'rtaq mulki doirasiga kirmaydi. Yana bir savodimiz jiqaydi, mana men o'rtaq bo'lamdikin deb o'ylabdim. Elika, men bu qizlarning chiroq o'chagandan bu bir pirsamma afsuslanmayman. Mayuslansiz bilasiz meni. Lekin bular mening qo'limning baliqini ko'rolmadi. Sen mushu qizlarning chiroq uchi mening qo'limning yo'qligidan deb o'yladsan. Yo'q. Men sana bir hikoya deb berayin. Amerikadagi bir mushu kaltak top mayr bo'lgancho, bir qo'l yo'q, ammo Amerika shu yillik eng tangliq kaltak top demisa erishgan mukofotga erishgan. Shu sahna chiqqan nim degan desa, men kichik vaqtimda dedi. Kichik vaqtimda taladan yig'lab uyga chidim dedi. Dadam qiz to'qiyotdi dedi. Ben dadam dedim. Dada, balla meni pul yo'q deb arg'anmidi degandikin dadam qizitdin dedi. Yuzini mundaq epmi qo'ymay, qizitdin va ko'zini uzmayla, men qarabmi qo'ymay, o'g'ling seni arg'anmaslikqa, sen qo'lingning yo'qligidan emas, sen kaltak topni yaxshi o'ynayolmaganlikdan dedi. Bu nim demakchi edi, sening munosabati yo'q asuna bilan demakchi. Ama ani biz to'ying deymiz, to'shi deymiz, proksiya deymiz. Saçdan kirib parsa, bu ayollarning dunyosidan erlarning dunyosi qat'iy o'xshamaydi. Biz ko'z qilmasimiz mumkin erlarsin. Shundaqmi? Biz hatto zanglik qilishimiz mumkin. Hatto biz seni ko'rib xo'sh bo'lishimiz kerak. Mumkin. Chunki psixologiyada Shandfrod deydigan bir hodisa bor. Boshqalarning baxtsizligidan xushal bo'lish degan gap. Bu odamning bir xil eng qarxushallik deb atildi bu german tilda. Bizda Shandfrod bor, ammo ayollar o'xshamaydi. Sen ayollarga erlarga o'xshamamil qilsang butun fitrib bitsa. Shunga ayollarga birlanish kerak. Bu bo'lsa nimasi? Rostchilik, haqiqiylik. Sen nim bo'lsin qizasan, rostga qila olsang, rost hissiyotini chiqara olsang, har qanday ayol
shu narsa egiladi, muhabbatga egiladi. Bo'lmasa, sen ayolning jismini kontrol qila olgan bilan ruhiyatini menga kontrol qila olmaysan. Mushu mening sana eng oxir so'q qilgan so'g'am. Rahmat. Barliq ayollar nomidan Ali Ma'lumga rahmat. Abdurashid, sizga bir rahmat. Albatta sizga bir ko'ngil sog'imiz bor. Shifr Bio texnika shirkati ta'minlagan shifr quvvat to'liqlash energiya yurishligi qabul qilingan ko'ngil sog'imiz. Rahmat. Bugun siz orqali nurg'unlagan bilimlarga erisha oldikchimi Abdurashid mushuni o'zimi bir mo'l usullik jarayon deb o'ylayman. Rahmat Abdurashid. Programmamizga qatnashishingizni umid qilamiz. Xayr-xo'sh. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men hozir sendan tushdim. Mening o'zimning ko'nglimdagidek qiz uchirmag'achqa sendan tushib ketdim. Chunki menga har jihatdan yor yo'lak bo'la oladigan shundoq qiz uchirgan qadar men yana elchiga qaytib kelaman. Odamning ortiqchiligimi, kamchiligimi bo'ldi. O'zimning kamchiligi bo'lsa to'liqlab, taxmo aktiv holda yana bir qatim elchiga qaytib kelaman. Hammalarga ko'p rahmat. İkinci o'g'il mehmonimizni sahnimizga taklif qilishdan burun naqsh anglaymiz. Hakikaten uçraşkanda, gözlerim bakkan çağda, gözümden ayan kömrüm, xiyalın başka cayda. Hakikaten uçraşkanda, gözlerim bakkan çağda, gözümden ayan kömrüm, xiyalın başka cayda. Meni aldaysan daim, senin sevginin yalgan, fakat men emas belkim, izharınga aldangan. Meni aldaysan daim, senin sevginin yalgan, fakat men emas belkim, izharınga aldangan. Seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep. Uçraşkanda, xiyalın başka cayda, ko'nglimdan rayi yandi, meni chaqlamasat da. Har qatim uçraşkanda, xiyalın başka cayda, ko'nglimdan rayi yandi, meni chaqlamasat da. Meni aldaysan daim, senin sevginin yalgan, fakat men emas belkim, izharınga aldangan. Meni aldaysan daim, senin sevginin yalgan, fakat men emas belkim, izharınga aldangan. Seni dep öttüm seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep öttüm seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep. Seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep öttüm seni dep, meni aldaysan nima dep, seni dep ötsem seni dep, meni aldaysan nima dep. O'g'il mehmonimiz bilan tanishib chiqaylik. Qani ekran orqali ikkinchi o'g'il mehmonimiz bilan tanishib chiqaylik. Marhamat. Yaxshimsizlar elchi programmasizdagi go'zal qizlar. Men Muxtar, o'zim yakandim. Men yoshlik davriga qadam qo'ygandan tortib, izchil mustaqil turmush kechirishim ham pul tepish yo'lida izlandim. Men turmushga astoydil muomala qiladigan qizlarni yaxshi ko'raman. Shunga elchi programmasiga qatnashishga maqsadim o'zimga mos kelgan bir qiz bilan tanishish.
İkinci oğul mehmanımız Muhtar. Sehmizge merhamet qiling Muhtar. Yaxshimi Gulshada? Yaxshimisiz? Yaxshimi alaykum. Yaxshimi Palmada. Yaxshimi sahnaga yarashgan go'zal qizlar. Hammanglardan Qashqa yakandan kelgan Muhtardan o'ttiq salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz. Mana hammamizning ko'nglimizni olib bo'ldingiz jumi birdan dolam. Qizlarning ko'nglini elish qil ustida qilsiz jumi Muhtar. Ustida emas. Qanchalik usta? Qaysi darajada usta? Endi qizlar yoqtirib qolish ko'ngil olmangmi? Masalan qizlar, Muhtar, biz sizning mamijazingizni yaxshi ko'ramiz deb oshkorlab boqqan bu. Oshkorlab boqqan? Nurg'un qizlar, meni qiz savodoshlarim bo'lsin yoki tanishlarim bo'lsin yoki xizmatdoshlarim bo'lsin. Endi men xizmat o'rnimizda ancha-muncha faoliyat etib boramiz emasmi? Shu faoliyatlardan naqsh usul bo'lsin yoki Dora san'at olsin har qanday aktiv qatnashyaptim birinchi. Shu vaqtlarda shu degandek naqsh o'qishimizga shunday bir kuyimiz deb. Ammo bugun bir kuyaylibizmi? Bo'ldi işte yo'q. Qani. Ammolar yiqimliq ham tunish bo'lgan, ya'ni bu shiraligini akamiz aytgan, shu Dilaramni degan naqshni teklif etmoqda. Aytfanmakchi shundaqmi? Men pek yaxshi ko'raman bu naqshni. Qani. Mushkul bo'lsa safar o'zing bisib o'tay oshiq kabi pak turg'in yayrim shabnam kabi sen hayotimning go'zal davomi sen meningki dilaramim bir umrgacha oshig'im sen meningki aramım bir ömürgacha aşığım Yulduzlar go'ya bo'lsin sen mening suyganim sen mening barlig'im Rost ko'p qildinglarmi qizlar? Ko'rdinglar? Mush qizlar uchun naqshini yaxshi aytadigan o'g'illarga rost alayda amroq bo'ldi. Gitar chala olamsiz Muxtar? Chalman. Bo'ldi undasa. Odatda o'g'illar gitar chalib naqsh aytsimi bir xil kelishgan ko'rinib ketadi-ku, bizga boshqacha alayda ko'rinib ketadi. Men gavjonda, gavid vaqtimda mashq qilganim san'at. Masalan, gavchin. Gavining 2 mavsumdan boshlab tantarbiyaga ketgan. Top o'ynayman, nurg'un medallarim bor. Xush keldingiz. Yaxshi, xush bo'ldim. Ustoyni olayman dedingiz-ku? O'ynalayman. Sizdan bir qo'l ustoynashni talab qilaman. Gönlüm karşı kalemma, gönlümde var kılgam, şu bir vaka selamma. Alam alamma, gönlüm karşı kalemma, gönlümde var kılgam, şu bir vaka selamma. Aşıklar eyveste, sen istemem beste. Aşıklar eyveste, sen istemem beste. Gözlerim yollarında, yollarında güldeste. Gözlerim yollarında, yollarında güldeste. Elem 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 al, gönlüm karşı kalem al. Gönlümde para kılgam, şu bir vefa senem al. Elem 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 al, gönlüm karşı kalem al. Gönlümde para kılgam, şu bir vefa senem al. Rahmat. Mana usulim yaxshi o'ynaydi ekansiz. Ko'p iqtidorli, ko'p qirliq abay deganingiz bek to'g'ri bo'ldi. Kelchi chiqqan er balınachida yisi tusalg'isang to'van. Yisi tusalg'is to'van. Nat yaxshi joriy qildigan mayr hisoblansa. Rahmat alaykum, rahmat. Rost birdamdila o'zidagi bor ortiqchiliklarni hammani namoyon qilib bo'ldi. Undan boshqa qizlarning qaysi xildagi o'g'illarni yaxshi ko'rganligini bek bilalaydi. Inkastsiz. Talishib ketami endi. Sening hamdim shu qizbal tepish ehtimolliqing intayin yuqori. Ammo uni uzun tutib turish ehtimolliqing pek tuban. Undan qizlar qani savol so'rasanglar bo'ladi. O'zingizning tipiga qanday qizlar shu qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki qanday qizlarni? Masalan, men o'sha sho'x qizlarnimi yoki eg'ir bizqiroq qizlarni? Men bu hamda o'zim o'yanchi bo'lgandikan, pek o'yanchi emas, lekin men xizmatimni aytmak aldirash shu. Ham o'zim intamak tirishchan. Hozir shu mashina degandek uni qilib uy setib barbara ishlarim yaxshi bo'lardi. Bundan keyin planim bizning uyda qiz bola bek kamchu. Dadammo shunda bekamroq, menmo shu bir qizim bo'lgan deb o'ylayman. Shunga bizning uyga bir tezroq to'y qilishga uydagilarni oldirdi, ham menmo o'zim oldirayman. Bek umoqqa bu. Endi hozir to'y qilganligimiz futbol deyishimdan bu. Asosan
to'ydan keyin masalanga men bunday qilsam ham deyib muhabbatlashayotgan chog'da siz bilan bir taloqlar qarab qolamki deyman muhabbatlashayotgan chog'da. Ya men taloq qaramayman, ammo boshqalar taloq qaratqizib qolsa, endi sizniki qanchalik hunaringiz bor yoki qanchalik jalb qilish kuchingiz bor, hech kim bilan olishib qilmayman. To'y qilmadik emasmi? Siz ashuna qishdan yondirib akalib qolsangiz, men sizning. Agar yondirib aklamay qolib qolsangiz, Ondan mush to'g'riliq bir Fatigul ma'lumdan savol so'rab qo'ydim ben. Fatigul ma'lum qanday deb bir oilani bir xotirjam bo'lsam o'sha turmushda mayli er tarafdan bo'lsin, mayli ayol tarafdan bo'lsin, taloq qarab qolmay yaxshi o'tkazib bo'ldi. Endi buningda bu diqqat qiladigan ishlarning doirasi keng. To'g'ri, ha. Mening xizmat tajribamga asoslanganda er ayol yaxshi o'talish uchun chuqur bir-biriga ishilishi, bir-biriga sodiq bo'lish kerak. Andan keyin bir-birini hurmat qilgan asosda biriga yo'l qo'yishni bilish kerak. Er ayolning yaxshi o'tishalishida bir-biri bo'lgan ishinish, sadoqatmanlik hammadan muhim deb qarayman. To'g'ri, ha. İşiniş olsa, sadıqlıq bolsa, undaq abay degəndək məsələlərinin yüz beriş ehtimallığı tövən buludu. Rəhmət Fatigulda. Siz har qanday birsizlar yudingiz yoki to'y qilish tayyorlik qildingiz, suningga ishonchni to'liq ato qilib, mehr-muhabbatingizni beralsangiz, men cho'g'anda sizning so'zingiz ketmaydi. Qani qizlar, davomli savol so'rasanglar tamamen buldu. Qani. Yaxshimisiz Muxtarjon? Yaxshimisiz? Men Nadiya. Mayli o'g'illarning qanchalik kelishgan bo'lsin yoki qizlarning qanchalik chiroyli bo'lishidan qat'iy nazar ularda bizda yoki o'g'illarda azroq bir mehr issiqlik bo'lmasa, u bizga shundoq muzdek so'rintalat chiroyli kelishgan ko'rinmaydi u. Yiqishliq ko'rinmaydi. Lekin sizdan men shundoq bir xil mehr issiqlikni ko'rdimchi. Shundoq bir xil mehringiz issiq, yiqimliq ekansiz. Bu holatingiz mush qizlarni asan o'zingizga jalb qilib oladigan bir alayda tarifingizga mushun bir ta'rifligim mushuni bir sizga tapaginiz keldi endi baho berganim mush bundan ortiqini deyamayman endi siz abay o'zingiz tanishtirgan vaqtda o'qigan kasbim injenerlik dedingizmi chertyuj sizdigan shu kasb men mush chertyuj sizdigan injener bolalarga bek amraqdimchi aslida nima desa ular bek xolis ishlaydi bek o'tkir deb o'ylaydim undan bolalar bek aqlliq deb o'ylaydim sizdan ham so'rab qolsam nima uchun ash kasbingizni qilmay boshqa bir kasbni tutib qoldingiz Ya hozir kasbim bilan bog'lashishcha uymilikniki bu yoqdan uy sotishni mo'tan ib boraman yana bir tarafdan ishxonamga xizmat qilman xaridorim kelib qolsa uy sotman bo'lmay qolsa ishxonada o'tirib laylaydigan narsa olib qolsa shu shirkat o'tirib laylab ishga sataq ilib turyapman laylaydigingiz masalan uy laylashmi yoki qanday binolarni laylashmi shopan deb qo'yamiz endi biz modellar bor binolarning shu binolarning modellarini laylashma xaridorlar ko'rish uchun modellaylab har qanday bir shoular bo'ldi-ku endi uy setish markazida shu ashton narsani laylab qilyapman shundoq yaxshi rahmat to'y qilishdan burun qizlarning qaysi xil tarafda chatoq chiqib qolishidan yoki qanaqroq bir mijozlarninki yo bir ishlarining sizga yoqmay qolishidan bekrak ansiraysiz mayli men to'y qilgan bo'lish yoki to'y qilmagan bo'lish qizlardan ansiraydiganim muhabbat turib xiyonat qildilar demak xiyonat qilishdan bek ansiraysiz shundaqmi unda bo'lsa masalan to'y qilib bo'lgandan keyin ansirishingiz qaysi tarafdandir to'y qilib bo'lgandan keyin ansiraydiganimmi yana shu xiyonat qilib qilishdan ansiraysiz shundaqmi siz amsi o'zingizni men shu yaxshi ko'rgan qizga yoki ayolimga xiyonat qilib qolamanmi deydiganni o'ylab baxtingizmi men birisini yaxshi ko'rmayman birisini yaxshi ko'rsam biroq mehringizni berib yetasiz shu yeynim bor shu yeynimdagilar chaplashman shu mehrim bir o'tib shundan shu azar yeb kelsam az deganda 6 oylargacha bo'lmasa 1 yillargacha o'zimni aslim qaytarmayman demak sizga o'zini atalsa ko'nglini haqiqiy beralsa sizga xiyonat qilmasam bo'ldi shundaqmi ko'ngl atalsa men 2 soat olayman o'zimni yaxshi mana shundoq yaxshi ekan qanday qilsang qiz bola shunda sen o'ylagandek qanday qiladi bilamsan deyman butun qizlarning bir intilishi hurmatlanib yashashi deb o'ylayman sen qiz bolaning xiyonat qilmaydi deb o'ylayman hissiy ehtiyojini tep qolsa u bo'lsa-mu o'zini muhim o'ylash tuyg'usi deymiz demak shu tuyg'uni bersang yana shu tuyg'uni senda ola olganlik uchun u sendan boshqa odam qaramaydi deb qaraysan shundaqmi u hissiy tuyg'uning ichidagi birsi bu ammo bu tuyg'udan zerikadi odam uningdimi kuchli bir narsani izlaydi odam shu otamsan ya sen rost tepibsan bir narsani shu narsaga intildig'ini rost ammo buningdimi zerikadi deganim umid o'ynab yana bir hissiy ehtiyoj chiqadi
en güçlü bir hissi ihtiyacı oldu. Qaysi bir er ayol kishining shu hissi ehtiyojini tutib ola olsa, shuni bera olsa, jahonda hech kim uni berolmaganligi uchun boshqalar, tushundingmi? Ondan u mangu san qaraygan bo'ladi. Uningdan boshqa na qancha nima ish qilsang, u yana shu hissi ehtiyojini izlaydi degan gap. Ermi shu amaliyat. Shuni topmoqchi, sening nima qilishing, qanday qilishing, nima olib berishing, qanday voy deyishing hammasi eng oxir nima etsa, yana bir hissi ehtiyojdan oldida odam amalsiz qoldi. Odamning irodasi, odamning axloq prinsipi, odamning o vijdon deganlarning hammasi insonning hissi ehtiyojdan oldida hech nima emas. Shu biz nurg'un vaqtlarda, nurg'un amaliyot nimasi, odamning ko'pincha hayoti o'zining qo'lida bo'lmaydi. Bunun ichidagi hissi ehtiyojlari uni xuddi shu yog'och qo'nchoqdek o'yintib yuradi. Biz shu hissi ehtiyojlarimizni topa olganda, shuni qondira olganda, bera olganda, ondan sen degan maqsadga yeta olasiz. Biroq u bektas. Ammo sen allburun bir ehtiyojing bo'lib qolsa qiz bolalarning, ularning shuhratparastlik bo'lib qolsa. Qiz bola degan vashi shuhratparast bo'ldi. Nima shuhratparast bo'ldi? Chunki ularda shuhrat tuyg'usi kam bo'lgan shuhratparast bo'ldi. Shuni izlaygan bo'ldi. Siz bo'lganga o'taymiz. Sen qo'rqar ekansan xiyonat qilishdan, qiz bolaning san xiyonat qilib qo'yishdan boshlangan ko'p uchraysiz. Bu sening nima bilan munosabat, qalb yarang bilan munosabat. Rahmat, alika rahmat. Patiyladamdan tuyuqsiz bir savolni so'rash esim kelib qoldi. Undan so'ng shu shaxsiy uchurindimi qonun qo'g'damda? Oldi bilan shu qonun asosini o'tirib qo'ysak, davlatimiz axloq qonun dasturining 111-moddasida tabiiyki shaxsiy uchurlarni qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning shu boshqalarningki shaxsiy uchurini ilishga shuni erishmoqchi bo'lsa, qonun bo'yicha erishish kerak. Hamda shu shaxsiy uchurining bexatarligiga kafolat qilish kerak deb belgilangan. Endi shu boshqalarning shaxsiy uchurini elib setishga, yo'tkashga, pishiqlashga, buni shu oshkorlashga qat'iy ruxsat qilinmaydi deb belgilangan. Shuningdek shuni ko'rib olishga bo'ladi, shaxslarningki shaxsiy uchuri qonun tarafidan qo'g'diladi. Bilib oldik, mana. 7-numaralı qizning savol so'rab qo'y. Yiqishliq ko'rindimi, Muxtarjon? Ya unamas pek jimni turadi, ya qarablar qizilchamidi, ya ras qizilchamidi, ilg'amidi nasl. Yaxshi, ma'qul, ha. Shu qiz bolaning yomon fikr gap qilmaydi, gap qilg'izdi. Siz mush necha yoshga kirdingiz? 22. Ne chiqdimi avatish vaqtingiz? 4-5 qitim. 4-5 qitim. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ammo o 4-numaralı qiz bola yomon qarab ketdi. Bir savol so'rab qo'ysam. 4-numaralı mayr yomon qarab ketdimi bizga? Ashtaqma? Ikimizgimi yo sizgimi? Ko'z qo'yib qaraydi. Siz romantiklikni yaxshi ko'rasiz? Men olmoqtimki bir sondimi bir so'rgandim bu savolni. Ash o'g'illardan romantiklikni yaxshi ko'ramsiz deb. Chunki o'zim romantiklikni yaxshi ko'rgachga boshqalardan so'rayman. Men diqqat qilmoqchi o'xshayman. Men odatda o'zim shu romantiklik turmushga sal bakrat intilmanchi. Shu agar ikkimiz yurib qoldik deyli, yurib qolgandan keyin men sizga to'y taklifi qo'yishim uchun siz qanday to'y taklifi qo'yishimni orzu qilsiz? Romantiklikchi bu asli romantiklik degan bu bir ijodiyat narsa. Sen qarshi taraf olgan ko'nglingni o'z ijodiyating bilan ifodalasan romantik bo'ladi. Kinodan ko'rib olganni do'rsak tetiqsizlik bo'ladi. Mushuni bilinmay, nurg'un yosh bolalar o'zi bir romantiklik qildim deydi, bu tetiqsizlik deymiz. Chunki do'rash. Chunki bu romantiklik qiziqaman degan gapmi? O'zingning hech kimga tava bo'lmagan, oddiy bo'lsa-mu, o'zing bir o'ydirib chiqargan muhabbatingni, ko'nglingni bir xil ifodalash shakli romantika deb ataladi. Ijod qilaylik bundan romantiklikni, yaxshi. O'zingiz o'ylagan asosda qilib bersangiz, qanday bo'lsa men yaxshi ko'raman. Davqa sizga bir naqshidan 2 kuplet yeziblar. Ya o'ngayish. Sen bir top bozorda liq olding boyada. Mazlimda? Anargul seni olaman diyelim sen. Ama romantiklik mamcho. Seni şiir yazıp naqsh qilishga hammadan qo'ldan keldi, bir top adam bor. Vaqrab, anargul. Olaman diyelim sen. Ma
Bravo, mana bir romantika. Şu sende ham şu muhabbet jarayonida muhabbet izro qilishda ozroq talabalik bo'lish kerak. Rahmat. Unda bo'lsa qizlar, eng oxirida chiroq yondirdigan qizlarimiz kimlardir? 5, 4, 3, 2, 1. Hozir chiroq qoldirib qolgan qizlardan Mehrigul baka, Anargul baka. Qanday bo'lsa, sahnimizga marhamat. Eng oxirida chiroq qoldirib qolgan ikki suyumlikimiz bo'lsa, Anargul bilan Mehrigul. Eng oxirida kimni tanlash, albatta, bu sizning ixtiyorligingizda, sizning ilkingizdagi ish. 5, 4, 3. Sana boğuş olma. Mübarek olsun, mübarek olsun. Eng oxirgi tanlashi Anargul bir chalib beraylik. Mübarek olsun, mübarek olsun. Anargulga Xinjiang Berginaz Xalqaro savdo shirkati ta'minlagan oltin uzuk. Dang 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 dang. Buni qo'lab tutib men bilmaymanki pul o'tish xohlamsiz. Xohlayman. Bo'lmasa tatib olaman. Mübarek olsun. Nimga suyumlik. Xinjiang Pillin savdo shirkati bilan hamkorlashgan Shoxlan savdo shirkati Sanxing markasidagi oil elektr uskunalari top tarqitish markazi ta'minlagan tok qazinini Muxtarjonga sovg'a qilamiz. Rahmat, rahmat. Agar program gruppamizga o'yinlish xitini ta'minlab bera olsanglar, shunday bo'lishni umid qilamiz. Albatta, bugungi bu jarayon bek go'zal bo'ldi. Natijaning texmi go'zal bo'lishini umid qilamiz-ku. Ta'minlab bera olsanglar, Xinjiang Fasl Xalqaro savdo shirkati bu bir juplaning Sanya Shernay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Xinjiang Pillin savdo shirkati bilan hamkorlashgan Shoxlan savdo shirkati Sanxing markasidagi oil elektr uskunalari top tarqitish markazi ta'minlagan tok moncha yoki tam mashlarni sovg'a qiladi. Endi bir qitim chalkimiz orqali bu ishkaylarga baxt tilaylik. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Sizlarga rahmat, sizlarga rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Shukr. Ma'qul xo'shamsa. Yaxshimi o'tib ko'rmanlar. Men hozir sahnadan tushdim. Anargul kezam shunda illiq ko'ringanlik uchun hamon keyinmi illiqlik, hamir muhabbat ato qiladi deb Anargulning qo'lini tutib sahnadan olib tushdim. Yaxshimi ko'ramanlar. Nima bu sahnaga kelib mundaq birsi bilan mijozim kelishib chiqish o'talaymanka deb sahnadan chiqitma deb o'ylab baxmagandim. O'ylanmaganimdek bir natija bilan sahnadan chiqdim. Shuna xush bo'ldim. Hammanglarga rahmat. Annikimi elchi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Programmamiz qatnashgan chiroyli qizlarimizga Xinjiang Berginaz Xalqaro savdo shirkati ta'minlagan Berginaz markasidagi yurishlik mahsulotlar bilan shundaqla Xinjiang Tilsimat Xalqaro savdo shirkati ta'minlagan Tilsimat xushpurak atirlarini sovg'a qilamiz. Qabul qilinglar, sizlar javob topdinglar. Sahnimizning yarishchiqi bo'lgan go'zal qizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, elchi programmamizning tojdorligini Cho'ng Usta markasidagi tan tetit qo'llari bilan xaridorlarimizning oldingi tanlash bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ng Usta yemaklik shirkati o'z ustiga olgan. Xinjiang Fasl Xalqaro savdo shirkati elchi programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan, programmamizni qo'llagan, shundaqla bizga kuch madad ilhom berib kelayotgan shirkatlarga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Elchi haqiqiy yana bir qitim elchi bo'ldi. Keng san ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Men kuygan qiz boy